Salom, siz Vengriya davlati aholisi O'zbekiston davlati aholisidan 4 marotaba kichikligini bilarmidingiz? Lekin bu davlat butun dunyoga o'sha bosh qotirmali Rubik kubigi yoki har kuni biz ishlatadigan sharikli ruchkalari bilan mashhur. Ular bundan tashqari shu kam aholisi bilan juda ko'plab narsalarni ixtiro qilishgan. Men bular haqida bilmasdim, albatta men bu yerga kelmagunimcha. Salom, meni ismim Dilmurod. Vengriya davlat universitetiga 3 yilga to'liq stipendiya yutib oldim. Bu stipendiya ichida mening yotoqxonam, o'qishim va qo'limga har xil chiqimlar uchun stipendiya ham beriladi. Bu stipendiyaning nomi Stipendium Hungaricum. Bu haqda to'liqroq gaplashamiz. Men bu davlatda deyarli 1 yil yashadim. Mening yangi boshlagan bu vlogimda men sizlarga Vengriya davlatini yaqinroqdan tanishtirmoqchiman. Bundan tashqari o'zimning qiziqarli fikrlarim, bu yerga kelib o'zimning qilgan xatolarimni siz takrorlamasligingiz uchun men sizlar bilan bo'lishib boraman. Agar sizga video yoqmagan bo'lsa, yoqtirmani bosish kerak. Lekin yoqqan bo'lsa ham yoqtirmani bosish kerak. Yoqtirma. Mayli.